Sizlar uchun Marg'ilon Vatsroydan ajoyib saroy topib qo'ydim. Yozning ham g'amini yeb, tandir o'choqlari bilan yozgi oshxona ham qilib qo'yishibdi. Darvozalari avtomatik ochilib yopiladi. Kattaligidan birdaniga 3 ta mashinaga sig'ishga nima deysiz? Alohida so'rili ayvonchalari ham mavjud. Havas qilganlar, niyat qilganlar albatta videomizga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Umumiy maydoni 6 sotix, xonalari esa 15 ta. Naqd 3 ta hol va 6 ta sanuzelga ega. Binoyimiz to'liqligicha pishig'ishda qurilgan. Yana qo'shimcha qavat qurish uchun ham alohida sharoitlar qilib qo'yilgan. Jami 2 qavat, undan tashqari esa 1 qavat podvali ham bor. Cho'pli pol, отопление tizimi, gaz, svet, suv va kanalizatsiya, konditsioner kabi qulayliklar uchun sharoitlar ham qilib qo'yilgan. Kirib yashasangiz bas. Tepasi esa panorama oynali tapchani ham mavjud. Remont haqida gap bo'lishi emas. Ushbu go'zal saroyimizda eng oxirgi narxini 300 ming dollarga qilib berishmoqda. Narxi ancha arzonlar. Pastdagi opsiyada ko'rsatilgan raqamlar bilan bog'lanib, savdolashib